Ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga degani shu bo'lsa kerak. Ana olib kelgan narsasini pulni yo'qot. Menga shuncha o'rtog'ingiz gap otyapti deganimda ishonmadingiz. Endi ko'rdingizmi o'rtog'ingizni? Meni kechir onasi. Yo'qot ko'zimdan. Nima olib kelibdi o'zi? Oho, Rafaelo, shokoladlar. Yaxshi. 8 ta. Tashladingmi musurga? Ha, tashladim. O'zi erkak zotiga ishonib bo'lmaydi. Men beryapman, 8 tashlab ketibdi-ya. Singil bu olmalaringiz nechi pul aka? Assalomu alaykum. Bu 10 ming, bu 12 ming. Uzumlarimiz bor 15 mingdan, bananlarimiz bor 25 mingdan. Qaysi biridan beray? Ko'rmaysizmi, singil qarindosh urug'chilik yo'qolib ketyapti o'rtada. Shunga bir xolamni ko'rgan ketayotgandim. Mana olmalaringizdan, banan, uzumlaringizdan chiroyli qilib, qimmatroq bo'lsa ham 2 kilodan tortib bering. Xo'p, bo'ladi. Hozir chiroyli qilib tortib beraman. Singil nechi pul bo'ldi ekan? Sizdan 80 ming bo'ldi. Rahmat. Mana singil qaytimi kerak emas. Ha. Telefon jiringlar. Juda puli ham bor ekan. Alo. Uzr, barsetkam qolib ketibdi, qayerda qoldirganimni eslolmayapman. Siz anu bozorchadagi xizmatmisiniz? Ha, bozorchada. Qolib ketibdi. Haligi siz Kastimishimdagi akamisiz? Ha, o'shaman. Ha, bo'ldi. Omonatingizni olib qo'yaman. Xijolat bo'lmang. Kelib olib ketaverasiz. Voy, sal uzoqroqqa ketib qolibman-da. Maylimi sizdan sal kechroq olsam? Bo'ladi, faqat bozorchani oldiga kelaverasiz-a? Bo'ldi, bo'lmasam sal kechroq o'taman. Ha. Qo'lga tushdingmi? Assalomu alaykum. Uzr, sizni ham shoshiltirib qo'ydim. Uyga non olib olishim kerak edi. Mana omonatingiz, ko'rib oling. Yo'q, bizda hali ham odamlarga ishonch bor. Agar yomon odam bo'lganingizda telefonni ham ko'tarmagan bo'lardingiz. Hozir to'xtab turing. Mana shunchisi. Voy, yo'q. Endi nima deganingiz bu? Oling. 10 mingga ko'yardim telefonni ko'tarmaganingizda. Qanday bo'lar ekan, rahmat, lekin rozi bo'ling. Yuring, mana deb kech qoldingiz. Men o'zim sizni tashlab qo'yaman. Yo'q, mana yerda o'zim yetib olaman. Mana deb kech qoldingiz. Chiqing, men o'zim sizni tashlab Ha, unda qo'yaman. ko'chani boshida tushib qolaman. Mayli, yaxshi yetib oling. O'zingiz ehtiyot qiling. Brat, уже o'lja qopqonda. Prosta sal rasxod qilib qo'ydim-da, ana pulga ozgina qo'shsangiz 1-2 kunda qip-yalang'och rasmini ham tashlab beraman bu jononni sizga. Keyin meni 1-2 ta so'rab olgan narsalarni, o'shani so'rab berasan. Bo'ldi. Qara, keyin yotoqda yalang'och holatda rasmni, videoni olasan-da, menga tashlab berasan. Menga kerak o'sha narsa. Tushundingmi? Bo'ldi aka, muammo emas. Siz soqqasini bering. Bugun sevadi, kech payt bag'rimda bo'ladi. Puldan xavotir olma. Xizmat haqqi. Tezlashtirasan-a? Bo'ldi aka.